Qachon muammolardan chiqib ketasiz bilasizmi? Qachonki insonlardan hech narsa kutmaslikni boshlaganingizda va iymondan boshqa hamma narsani yo'qotishga tayyor bo'lganingizda va dunyoda yashashdan bo'lgan maqsad mazza qilib olish emas, balki bir boshqa maqsad bor ekanligini bilganingizda, yolg'iz qolish hech narsa emasligini, shundoq ham inson oxirida yolg'iz qoladi-ku degan fikrga kelganingizda, yolg'iz qolishdan rostdan ham, haqiqatdan ham qo'rqmaganingizda muammolardan chiqib ketasiz. Faqatgina shu narsalarni yaxshilab ichingizga singdirganingizdan keyin muammolardan chiqib ketasiz. Chiqib ketganda ham osonlik bilan chiqib ketasiz muammolardan. Hech qiynalmaysiz. Chunki siz insonlardan nimadir kutasiz u ular bermay qolganda muammoga kirasiz. Siz yashashdan maqsad mazza qilib olish deganingizda mazza qilmayotganingizda muammoga kirasiz. Yo'qotishdan qo'rqqaningizda yo'qotib qo'ysangiz muammoga kirasiz. Faqat shu narsalargina insonni muammoga olib kiradi, stress qiladi. Shu tepada etib o'tgan narsalarimni aniq o'zingizga singdira olsangiz, sizni hech kim mag'lub qila olmaydi. Siz hech narsadan qo'rqmaysiz va hech narsa siz uchun muammo emas bo'lib qoladi.